Samsung Galaxy S26 Ultra 200 megapikselli linzalar va 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlanadi. Bundan tashqari, hozirgi prototipda jihozlangan S Pen Bluetooth'ni qo'llab-quvvatlaydi. Assalomu alaykum, Ustage kanaliga xush kelibsiz. Samsung o'zining flagman liniyasini yaxshilashda davom etmoqda. Kompaniya S26 Ultra modelini chiqarishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ushbu yangi mahsulot sezilarli yaxshilanishlarni va'da qilmoqda. Ammo uni ishlab chiqarishga yondashuv avvalgisidan farq qiladi. Agar S25 Ultra shunchaki evolyutsion yangilanish bo'lsa, u holda S26 Ultra mishmishlarga ko'ra tub o'zgarishlarga duch kelishi mumkin. S25 Ultra o'zidan oldingi modelning taniqli dizaynini minimal sozlashlar bilan saqlab qoldi va burchaklari yumaloqroq. Uning akkumulyatori sig'imi S24 Ultra kabi 5000 mAh darajasida saqlanib qoldi. Ammo apparat va dasturiy ta'minot optimallashtirish tufayli batareyaning ishlash muddati oshdi. S26 Ultra haqidagi mishmishlar yanada qalinroq tasvirni taklif qiladi. Qurilma yaxshilangan kamera tizimini oladi. 200 megapikselli asosiy sensor. Ehtimol hozirgi modellarda bir xil, ammo yangi tortishish sharoitlariga moslashtirilgan. 4 karrali optik zoomli 200 megapikselli telefoto linzalari. Agar Samsung asosiy kamera kabi 1.3 dyumli sensordan foydalansa, masshtabni oshirishda u tafsilotlarni yaxshilaydi, lekin modul yanada massivlashishi mumkin. Bu dizaynga ta'sir qiladi. Peyzaj va arxitekturani suratga olish uchun 50 megapikselli ultra keng burchakli obyektiv. 5500 mAh sig'imli akkumulyator ultra seriyadagi eng katta akkumulyator bo'ladi va energiya tejovchi chipset bilan birgalikda batareyaning ishlash muddatini sezilarli darajada oshiradi. Bundan tashqari, S26 Ultra S Penga Bluetooth'ni quvvatlashni qaytarishi mumkin. Bu stilusning funksionalligini kengaytiradi. Masalan, u aqlli uy gadjetlarni boshqarish yoki qalamni suratga olish uchun masofadan foydalanish pulti sifatida ishlatish imkonini beradi. Shuningdek, S26 Ultra sun'iy intellekt va mashinani o'rganishga e'tibor qaratishini ma'lum bo'ldi. Bu esa fotosuratlarni qayta ishlash, ovozli yordamchilar va ko'p vazifalarni yaxshilash imkonini beradi. Mutaxassislar shuningdek, resurs talab qiladigan dasturlarda uzluksiz ishlash uchun sovutish texnologiyasining joriy etilishini kutishmoqda. Biroq tafsilotlar so'roq ostida qolmoqda. Kompaniya hozircha mishmishlarga izoh bermadi. S26 Ultraning rasmiy taqdimoti 2026-yildan erta bo'lmasligi aniq. Bu bilan ushbu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.